Urg'ochi vov. Ko'zing. Ey! Oh, Oya. Hozir gapiradi. Keyin $100 meniki. Men yetaman. Oya. Wow. Yendan. Onasini yapsin. Chakaysiz, bir qarich tilsiz yashab bo'lmas ekan. Menga pul kerak. Победа! Mutlaq победа! Lekin xotin, shunday tinch hayotni xunuk bir ovozing bilan rasvo qilding-da. Yaxshi yashaydik. Ha, tinch yashamay qoldilarmi? Между прочим, bizani oila mahallada bitta, nomer 1, eng tinch oila. Baqara, birdan savol tug'iladi banda. Hozirgi gaplaring точно bizni oila haqidami? Xotin, men ketyapman. Dadasi shoshmang, sizda zarur gapim bor. Obbo, shuni chakagini ochmasdan jimgina ketaversam o'lamanmi? Dadasi, gapimni shunday aytib oling, keyin ketaverasiz. O'lib ketsin, ayt, nima gap? Xullas, dugonamning eri tug'ilgan kuniga iPhone 17 sovg'a qilibdi. O'shanga menga ham iPhone olib bering. Yaqinda tug'ilgan kunim-ku. Xotin, 17 bor-ku, baxtsiz raqam. Bilmas ekanman. Unda qaysi raqam baxtli? Redmi A3 Pro Megatron, xullas. Dadasi, men ko'zingizga shunchalik lo'qqa o'xshab ko'rinyapmanmi? Tip-tizim malikadek ko'rinib turgan qiz bir qarich til bilan qo'rqinchli malikaga o'xshab qoldi-da. Xotin, sen lo'qmassan. Jicha anqovsan. It egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deyshadi-ku. Anqovni eri ham anqov bo'ladi-da. Demak, anqovlar oilasi. Eshitilishi yomon emas, lekin familiya biroz to'g'ri kelmayapti. Xotin, meni doim bir savol qiynab kelganda, agar o'zingizga o'xshagan g'ijim savol bo'lsa, shart emas. Endi g'ijimga g'ijim savol beriladi-da. G'ijimlar oilasi. Mayli, anqovdan ko'ra yaxshiroq. Xo'p, savolingizni bering-chi. Shu bitta savol meni bespashatli yuragimni o'rtab keladi-da. Mana qara. Bobom momomga uylandi-da. Dadam onamga uylandi. Akam mana kenayimga uylandi. Shu bitta men g'irt beganaga uylandim-da. Nimaga? Anqov des, g'ijimi des. Mana endi ovsaram bo'ldingiz. Miyangizchi chirib ketibdi. Sen menga provokatsiya qilyapsan, lekin sen menga ruhiy bosim o'tkazyapsan. Sen meni sha'nimni toptayapsan, tushunyapsanmi? Genda tengligi qayerda qoldi? Ustingni yozaman, tushundingmi? Sen menga borku bosim o'tkazyapsan. Manipulyatsiya qilyapsan. Boshlandi. Ha bo'ldi, 17 olib bermayman-da. Kerak emas o'sha telefoningiz. Darrov Redmi 17 baxtsiz raqam, gender tenglik, manipulyatsiya deysiz. Kerak emas, olib bermay umuman. Ha, gapni mana shunday boshlasangiz bo'lardi. Odamga ruhiy bosim bermasdan, axir meni kayfiyatim nozik. Kayfiyatingizga ot debsin. Shantaj bilan javob berish kerak. Xotin, lekin Redmi 3 Pro Max Ultra zo'r telefon. Bolam,
17 baxtli raqam. Oyi, 17 unchalik baxtli raqam emas, lekin 13, 14 ham normal raqam. Yo'q, 13, 14 o'sha eski raqam. 17 yaxshi raqam. Oyi, 17 jicha qimmat raqamda. 17 Pro Max zo'r raqam. Bugun kechga, ha? Qanday tushunding? Zo'r tushundim. Dadasi, mana o'qing. Nima bu? O'qing. Odam juradining yo'rasida bor-ku. Qanday qutulishni o'ylaysiz, a? Yuring undan ko'ra, yengilga bozorga qilish kerak. O'rgildim. Suyuq. Zo'r shans bo'ldi. Keling, nech pul ekan? Ha, 2 kilo tortib bering. Dadasi, men buni oling. Dadasi, tirjaymasdan olmani oling. Buni nech pul ekan? Ey, tirjay olmasdan bu yoqqa o'ting. Narsalarni yopib ko'ring. Otajon, Xo'p. Menga qarang. Endi yig'lasangiz ham, xoxolab kulsangiz ham, ana bu chekka borib siqilib kelsangiz ham. Do konca yashaysiz, eshitdingizmi? Undan ko'ra bozorlikni ichkariga olib kiring. Yengil dasturxonni bezaymiz. Dadajonisi. Ketdik. Tavba qildim, qayta bunaqa hazillashmayman. Xudo o'zi bitta imkon berganda-da, shuni ham eplolmading. Lang, lapashang, ratta. Ey, gayak. Aka, qo'rqmang, bu telefon. Biz ko'rsatuv olamizda, YouTube kanalimiz bor. Shunga bir savol bersak maylimi sizga? Ha? Ha, qarshi so'ramasanglar bo'ldi. Любой savolingizga javob beraman. Mana bir qiziqarli savolda. Mana 2024-yildan tugadi. Va 2025-yilda asosiy planlaringiz nima? Uylanmoqchiman. Juda zo'rda. Bundan tashqari, uylanishdan tashqari qanaqa planlaringiz bor? Oila qurmoqchiman. Bu uylanishdan tashqari ishingizga bog'liq biror kattaroq reja bormi? Endi oyimga kelib olib kelish. Bu planlaringiz, boyagi maqsadlaringiz bilan qandaydir bir xilday tuyulmayaptimi, mabodo? Bunda ishingizga aloqador bir kattaroq rivojlanish uchun planlar yo'qmi? Bor ekan. Katta maqsad bor. Xo'sh. Shu boshimni ikkita qilish, oyoqni to'rtta qilish, o'zimga juft topish. Ha, tiryaptini ko'rmaydi. Miyangga beryapti, tushunyapsanmi? Sen bor uylanda, chop uylan. Miyangga berib yuboribsan o'zi. Odammisan o'zi? Yaxshi kameran sen ham. Intervyuni ham qildi. Yur, nega ichamiz. А мы все дальше.